Samarqand viloyati hokimligida raqamli mahalla platformasi taqdimoti bo'lib o'tdi. Taqdimotda viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev hamda tegishli mas'ullar ishtirok etdi. Ularga platformaning imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Raqamli mahalla platformasi mahalla faoliyati bilan bog'liq bo'lgan barcha tizimlarni o'zida jamlangan yagona tizim hisoblanadi. Mazkur platforma davlatimiz rahbarining O'zbekiston mahallalari uyushmasi faoliyatini yo'lga qo'yish va mahallalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga ko'ra yaratilgan. Mahalla platformasini tashkil etishdan asosiy ko'zlangan maqsad bor. Biz nimani ko'rishimiz mumkin? Biz bu yerga qarib 50 ga yaqin turli xil yo'nalishlar qamrab olingan. Agar biz buni qisqaroq qilib gapiradigan bo'lsak, ya'ni 3 ta katta yo'nalishni o'ziga qamrab olyapti. Birinchisi o'sha Samarqand viloyatidagi qolaversa respublikamizdagi barcha mahallalar haqidagi dastlabki ma'lumotlar bazasi yaratildi. Ikkinchi yo'nalish mahalla yetligi tomonidan ishga bo'lgan munosabat platforma orqali tartib yo'nalishiga juda katta e'tibor qaratilmoqda va uchinchisi eng muhim masala har bir mahalla kesimida katta bir savolnoma tuzilgan. Bu savolnoma orqali biz xonadon kesimida, ko'cha kesimida va mahalla kesimida mavjud infrastruktura bilan bog'liq, ijtimoiy soha bilan bog'liq, iqtisodiyot bilan bog'liq va qolaversa barcha jamiyatimizda bo'lgan muammolar qamrab olinyapti. Taqdimotda viloyat rahbariga platformaning afzalliklari, uning har bir bo'limi, mahalla yetligi vakillari tomonidan ishlatilishi va samaradorligi haqida birma-bir ma'lumot berildi. Viloyat rahbari mutasaddilarga platformani takomillashtirish bo'yicha takliflarini bildirdi. Viloyat hokimimiz tomonidan qo'shimcha o'zlarining takliflarini kiritdilar. Ya'ni takliflari mahalla yettiligiga aniq vazifa belgilash va o'sha vazifasiga qarab natijadorligiga urg'u berildi. Albatta biz buni taklifda kiritamiz. Ta'kidlanishicha, raqamli mahalla platformasidan foydalanish bo'yicha mahalla yettiligi vakillari uchun maxsus o'quv dasturi asosida amaliy mashg'ulotlar tashkil etiladi. Bu orqali tizimdan foydalanish holatini nazorat qilish, mahallalarda platformaning keng targ'ib etilishini ta'minlash hamda fuqarolar orasida raqamli yondashuvni faol targ'ib qilishga erishiladi. Ta'kidlash kerakki, raqamli mahalla kelgusida bir nechta platformalar bilan integratsiya qilinadi. Bundan ko'zlangan maqsadlar tizimlar orasida axborot almashinuvini ta'minlash va yagona ma'lumotlar bazasini yaratishdan iboratdir.